informatika sohasida ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolar nima? Bu ma'lumotlarni birinchi o'rinda saqlash. Bugungi kunda insoniyat ma'lumotlar to'foni ostida. Endi big data bizga qanday imkoniyatlar beradi? 2015-yilda IBM statistikasiga ko'ra, har kuniga bir kunda ishlab chiqariladigan ma'lumotlarning o'zi 2,5 kvillion. Big datani tibbiyotda qo'llashimiz mumkin. Bu eng ko'p qo'llaniladigan sohalardan, eng kerakli sohalardan biri deyishimiz mumkin. Yorug'lik tezligidan yuqori tezlik yo'q deb aytamiz. Agar yagona hisoblash mashinasi bo'ladigan bo'lsa, unda qayta ishlashimiz maksimal yorug'lik tezligidan chegaralanib qoladi. Barcha mutaxassislarga, barcha soha egalariga aytgan bo'lardimki, big datadan foydalanish kerak. Bugungi kunda jamiyatimiz raqamlashtirilishi jadal davom etyapti. Buni biz demak barcha sohalarda, barcha jabhalarda ko'rishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalar deymizmi yoki bo'lmasa raqamli moslamalar deymizmi yoki Internet of Things, yoki internet narsa buyumlari deymizmi. Demak, bularning barchasi bugungi kunda juda katta hajmdagi ma'lumotlarni hosil qilmoqda. Bu natijasida informatika sohasida ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolar nima? Bu ma'lumotlarni birinchi o'rinda saqlash, ya'ni joy masalasi. Ikkinchi masala bu katta hajmdagi katta ma'lumotlarni qayta ishlash masalasi. Bu informatika sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanib qolmoqda. Albatta bu ma'lumotlarning katta bo'lishi bizga ba'zi muammolarni, yuqorida aytgan muammolarni hosil qilish bilan birgalikda, demak o'z o'rnida bizga katta imkoniyatlar ham beradi. Bu imkoniyatlar nima? Bu imkoniyatlarni biz deyarli hamma jabhalarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni atrofimizda sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni, sodir bo'layotgan va sodir bo'ladigan jarayonlarni biz katta ma'lumotlar asosida izohlashimiz mumkin. Ya'ni u nima uchun sodir bo'ldi yoki nima uchun sodir bo'layapti, qanday sodir bo'layapti, bularni demak katta ma'lumotlar tahlil asosida aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Biz bemalol ayta olamiz, bugungi kunda insoniyat ma'lumotlar to'foni ostida. Ya'ni buni qanday izohlashimiz mumkin? Misol uchun bu big dataga ta'rif berilgan juda ko'p olimlarning ishini ko'radigan bo'lsak, IBMning 2015-yildagi ma'lumotlarini misol qilib aytadi. Ya'ni unda 2015-yilda IBM statistikasiga ko'ra har kuniga bir kunda ishlab chiqariladigan ma'lumotlarning o'zi 2,5 kvillion ma'lumot. 2,5 kvillion ma'lumot. Endi bu aytishga 2,5 kvillion juda kichkina tuyulishi mumkin, lekin buni tasavvur qilishimiz kerak. Qanday tasavvur qilamiz? Masalan, tasavvur qilaylik, bugungi kunda internetdan ma'lumotlarni yuklab olishni e'tibor beradigan bo'lsak, tezligi maksimal, eng yuqori tezlik ayni shu bugungi kunda demak 544 megabit taqsim sekund. Agar biz mana shu bir kunda hosil bo'layotgan ma'lumotlarni shunchaki internetdan eng yuqori tezlikda yuklab oladigan bo'lsak ham insoniyatga yoki mana shu kompyuterga, yuklab olinayotgan kompyuterga 1000 yildan ziyodroq vaqt kerak bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 1156 yil kerak bo'ladi. Mana shunday tezlikda yuklab oladigan bo'lsak. Shuning uchun ham demak, bu katta hajmdagi ma'lumotlarning yaratilishi, ulardagi muammolar va ular berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarning ayon bo'la boshlagandan keyin informatikaga yangi, demak, big data degan fan, soha qo'shildi. Bu nisbatan yangi soha hisoblanadi. Big data tushunchasini eng ilk bor, demak, 1997-yilda NASA olimlari fanga kiritadi. Ya'ni ular aytishadiki, kosmik kuzatuvdagi ma'lumotlarni vizuallashtirish, ulardagi qurilmalar imkoniyatlari yetarli bo'lmay qoladi. Shuning uchun ular fanga yangi big data, ya'ni katta ma'lumotlar atamasini kiritadi. Demak, endi big data ta'rifiga keladigan bo'lsak, big data bu bo'yicha juda ko'plab izlanishlar olib borilgan. Xorijlik olim Raschenkoning tadqiqotlariga ko'ra, u o'rgangan adabiyotlarning 3dan 2 qismida demak big data bo'yicha ta'riflar berilgan. Lekin ulardagi umumiy berilgan ta'rif yo'q. Ya'ni nima deb aytishimiz mumkin? Ya'ni big data bo'yicha aniq kelishilgan ta'rif yo'q hozirgacha. Lekin juda ko'pchilik olimlar buni asosan hajm xususiyatiga, hajmga urg'u bergan holatda aytadi. Masalan, xorijlik olim Fisher o'zining tadqiqot ishida big data bu an'anaviy usullar yoki bo'lmasa texnologiyalar asosida qayta ishlash murakkab bo'lgan, ya'ni qayta ishlab bo'lmaydigan ma'lumotlar to'plami deb ta'rif beradi. Bundan ko'rishimiz mumkinki yoki bo'lmasa yuqoridagi boyagi 2,5 kvillion ma'lumotni oddiygina yuklab olishimiz uchun sarflanayotgan vaqtni hisob qilib aytadigan bo'lsak-ki, bu insoniyat uchun bu imkonsiz tushuncha bo'lib qolyapti big data.
Biroq bu ba'zi bir olimlarning qarashlari bo'yicha big datani imkonsiz, ya'ni qayta ishlash imkonsiz deb aytilgan. Lekin aslida bu bo'yicha ham bir qancha ikki xil qarash bor, ya'ni katta ma'lumotlarni qayta ishlab bo'lmaydigan ma'lumotlar deyiladi ba'zi olimlar. Lekin agar biz agar uni qayta ishlash yoki saqlash murakkab bo'lgan ma'lumotlar yoki umuman imkonsiz ma'lumotlar deydigan bo'lsak, uni tadqiqot olib borishimiz kerak emasdek tuyulib qoladi. Ya'ni imkonsiz narsani hech kim hech qachon mening fikrimcha o'rganmagan bo'lardi. Lekin ba'zi olimlar uni boshqaroq ta'riflarini beradi. Misol uchun yana bir tadqiqotlarning birida ma'lumotlarni, ya'ni qiymatga aylanish uchun maxsus usullar, maxsus algoritmlar, maxsus texnologiyalar talab qilinadigan katta hajmdagi tezlik va turli xillik orqali ifodalanadigan ma'lumotlar aktivlari deb ta'rif beradi. Ya'ni bu aktivlarni deyishimizdan bilishimiz mumkinki, demak bu ma'lumotlar harakatdagi ma'lumotlar. Va bu ta'rifda demak bu ta'rifda 3 ta xususiyatni e'tiborga berib o'tadi. Birinchi xususiyat albatta demak hajm xususiyati, ikkinchi xususiyat tezlik xususiyati va uchinchi xususiyat turli xillik xususiyatlari. Bu ilm fanida demak informatika sohasida 3V xususiyatlar deb ataladi, ya'ni volume, velocity va variety. Volume hajm, velocity tezlik va variety turli xillik xususiyatlar. Demak, bu ta'rifidan nisbatan biz endi anglashimiz mumkinki, demak uni biz imkonsiz tushuncha emas, demak biz uni qanaqadir amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ta'rifda aytilyaptiki, maxsus usullar va maxsus texnologiyalar asosida deyilgan qo'shimcha so'z qo'shilyapti. Demak biz bu tasavvur bo'lmaydigan ma'lumotlarimizni ham demak qaysidir ma'noda qayta ishlashimiz yoki foydalanishimiz mumkin bo'lyapti. Shuning uchun ham demak bugungi kunda ushbu big data bo'yicha juda ko'plab tadqiqotlar olib borilyapti. Xuddi shunday kafedramiz a'zolari bo'yicha ham demak bir qancha PhD, DSK ishlar aynan shu mavzularda amalga oshirilyapti. Endi big data bizga qanday imkoniyatlar beradi? Big data demak big datani biz deyarli barcha sohalarda qo'llab, u orqali demak big data katta ma'lumotlar tahlil asosida qarorlar qabul qilishimiz mumkin bo'ladi va bu qarorlar bizga to'g'riligi bo'yicha yuqoriroq imkoniyatlar beradi. Aniqroq yechimlar beriladi. Endi buni biz masalan misol uchun eng ko'p big datadan foydalanadigan sohalardan bittasi bu iqtisod sohasi. Ya'ni tovarlarni ishlab chiqish yoki bo'lmasa tovarlarni qayerda, qanchadan, qay holatda sotish. Bu kabi aniq qarorlar qabul qilish uchun big data tahlili o'tkaziladi. Misol uchun biz bunga misol tariqasida Coca-Cola kompaniyasining tadqiqotini aytishimiz mumkin. Bu mijozlarning va savdo ma'lumotlarini tahlil qilish asosida ular shunday xulosaga kelganki, inson ko'zi to'g'risida turgan tovarlar qolgan tovarlarga nisbatan 20-30% tezroq sotiladi. Demak, bu katta ma'lumotlar tahlil asosida kelingan xulosa va bu ancha shu Coca-Cola kompaniyasiga iqtisodiy samaradorlikni olib kelishiga yordam bergan. Yoki biz aytishimiz mumkin, bu katta ma'lumotlardan big datadan transport sohasida yoki shu transport sohasida misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun tirbandliklarni aniqlash yoki bo'lmasa eng qisqa yo'llarni yoki eng yaxshi yo'llarni tanlash. Odatda biz ma'lum bir xususiyatlar yoki ma'lum bir manbalarga asoslangan holatda qaror qabul qilamiz. Lekin big datani yuqorida aytganimizdek turli xillik xususiyatiga asosan demak biz turli manbalardan, turli ko'rinishdagi ma'lumotlar yig'gan holatda tahlilni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda masalan boyagi yuqorida aytganimizdek transportda qo'llaydigan bo'lsak, agar biz tirbandlikni aniqlamoqchi bo'lsak yoki bo'lmasa eng yaqin yo'lni tanlamoqchi bo'lsak, odatda GPS ma'lumotlariga tayanamiz. Lekin GPS ma'lumotlari ham har doim aniq deb ayta olmaymiz. Misol uchun tasavvur qiling, GPS ma'lumotlarida biz eng yaqin yo'lni tanlamoqchimiz. GPS ma'lumotlarini ko'radigan bo'lsak, GPS ma'lumotlarida tirbandlikni qayd qilyapti. Ya'ni oddiy boyagi Yandex ilovasini ko'radigan bo'lsak, tirbandliklar qizil holatda turadi. Demak, qizil holatda ko'rinyapti bizga. Lekin biz bu yerda u tirband bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni u yerda masalan yo'lning qaysidir qismida qanaqadir tadbir bo'layotgan bo'lishi mumkin va hamma yo'lovchilar qiziqib aynan shu yerda to'xtagan bo'lishi mumkin. Shuni tadbirni kuzatish uchun.
Agar biz big datadan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni big dataning turli xillik xususiyatidan foydalanadigan bo'lsak, biz uning bir nechta manbalardan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar bittagina Yandex ilovasidan yoki bo'lmasa GPS ma'lumotlaridan emas, masalan, uni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, biror joyda qanaqadir tadbir bo'layotgan bo'lsa, albatta ijtimoiy tarmoqda bu haqida ma'lumotlar beriladi va bizga shu ijtimoiy tarmoqlarda aynan u yerda tirbandlik emas, qanaqadir, demak, tadbir bo'layotganligi haqida ma'lumot qoldirilgan bo'lishi mumkin. Va bu endi ikki xil manbani tekshirish, turli xil manbani tekshirish asosida biz demak to'g'ri qaror qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz big datani tibbiyotda qo'llashimiz mumkin. Bu eng ko'p qo'llaniladigan sohalardan, eng kerakli sohalardan biri deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki biz odatda tibbiy tashxislarni qo'yishda yoki bo'lmasa davolash ishlarini amalga oshirishda ma'lum bir xususiyatlarni e'tiborga olamiz. Ma'lum bir manbalarga tayanamiz. Lekin agar biz aniq, to'g'ri qaror qabul qilishni xohlaydigan bo'lsak, biz bir qancha manbalarni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu qayta ishlash jihatdan qiyin, bu big dataning asosiy xususiyati bo'layapti. Lekin bu bizga to'g'ri tashxislash imkoniyatini beradi yoki to'g'ri davolash yo'lini tanlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, masalan, talabalarning bilim olish darajasini o'stirish, ularga nima ta'sir qilyapti? Biz nimani amalga oshiradigan bo'lsak, demak, talabalarni to'g'ri yo'naltira olamiz yoki to'g'ri ularni rivojlantirish yo'lini tanlab, strategiyasini tanlab bera olamiz. Demak, ma'lum bir xususiyatlarni emas, demak, barcha xususiyatlarni o'rganishimiz kerak. U talabaning HEMS tizimidagi bahosi bo'ladimi yoki bo'lmasa MBsi bo'ladimi, u oilaviy sharoitidagi ma'lumotlar bo'ladimi yoki bo'lmasa u vaqtinchalik ishlayotgan joyi bo'ladimi yoki bo'lmasa vaqtinchalik turgan turargohidagi ma'lumotlar bo'ladimi. Demak, biz agar rostdan ham uni haqiqiy, to'g'ri, aniq yo'nalish berishni xohlaydigan bo'lsak, u haqidagi to'liq ma'lumotlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni big dataga tayanishimiz kerak bo'ladi. Yana eng ko'p qo'llaniladigan sohalardan bittasi bu sug'urta sohasi, big data. Big data tahlil asosida, katta ma'lumotlar tahlil asosida sug'urta sohasida ham qo'llaniladi. Ya'ni dunyoda sug'urtalash jarayonini, ya'ni sug'urtadan foydalanishni xohlaydiganlarni rag'batlantirish tizimi bor. Ya'ni nima desak bo'ladi? Biz qanaqadir halokatga uchraydigan bo'lsa, uni kattaroq miqdorda to'lov amalga oshiriladi. Endi kattaroq miqdorda to'lov amalga oshirish bu jinoyatchilarga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni ular atayindan boyagi sug'urta holatini sodir etish holatlari yuz berishi mumkin bo'ladi. Bu yerda ham demak dunyoda boyagi sug'urta kompaniyalari, juda ko'plab sug'urta kompaniyalari aynan big datadan, ya'ni turli xil manbalardan, turli xil ma'lumotlarni tahlil qilish asosida sug'urta firibgarliklarini aniqlaydi. Bu demak biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan sohalar. Endi boya yuqorida aytdik, big data dedik, ma'lum bir usullarni, texnologiyalarni talab qiladigan ma'lumotlar to'plami. Endi biz uni qanday hal qilishimiz mumkin? Ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlashni qanday amalga oshirishimiz mumkin? Shu yerda yana bir ma'lumotni berib o'tsam, boya yuqorida ham aytib o'tdik. Demak, big dataga ikki xil ta'rif beriladi. Birinchi ta'rif imkonsiz, ya'ni qayta ishlash va saqlash imkonsiz bo'lgan ma'lumotlar to'plami. Ikkinchi ta'riflarda demak u vaziyatdan kelib chiqib. Misol uchun bir xorijlik olim o'zining ilmiy ishida demak kunlik 100 gigabayt ma'lumotdan ziyod ma'lumotlar tizimda aylanadigan bo'lsa, bu tizimda big data bor deb aytgan. Demak, u unchalik biz bugungi kunda unchalik katta ma'lumot deb aytishimiz mumkin emas, lekin uni qayta ishlashimiz mumkin. Xo'p, yoki bo'lmasa yana bir ta'rif shunday beriladiki, boyagi big data ta'rifi bo'yicha demak unda big data tushunchasi bu noto'g'ri tushuncha, ya'ni katta ma'lumot tushunchasi noto'g'ri tushuncha deydi. Ya'ni nima uchun noto'g'ri? Chunki kechagi ma'lumotlar qaysidir ma'noda kichkina emas yoki kelajakdagi ma'lumotlar qaysidir ma'noda katta emas yoki hozirgi ma'lumotlar qaysidir ma'noda katta emas. Biz uchun bugun katta bo'lib tuyulayotgan gigabayt, terabayt, exabayt ma'lumotlarimiz kelajakda u bizga tarixda bo'lgan boyagi kilobayt ma'lumotlar qanchalik katta yoki megabayt ma'lumotlar qancha katta bo'lgan bo'lsa, tuyulgan bo'lsa, demak kelajakda ham bu ma'lumotlarimiz kichkina bo'lishi mumkin deyiladi. Endi agar men o'zim ham mana shu big data bo'yicha tadqiqot olib boraman, shu bo'yicha ilmiy izlanishlar qilyapman, shu bo'yicha ilmiy ishim aynan
big dataning bir qismiga bag'ishlangan edi. Mendan agar big data bo'yicha so'raganda men unga sal boshqaroq ta'rif bergan bo'lardim. Ya'ni bizga real vaqt ichida real vaqt mobaynida qaysidir muammoni hal qilish imkoniyati kam bo'lgan ma'lumotlar oqimiga men aytgan bo'lardim, big data deb aytgan bo'lardim agar men o'zimning xulosam bu. Endi bu gapim bilan nima demoqchiman? Masalan, biz aytishimiz mumkin 10 megabaytlik ma'lumotimiz katta emas. Aniq, bu juda kichkina ma'lumot. Oddiy bitta rasmga oladigan bo'lsak ham kichkina ma'lumot. Lekin bizda shunday holatlar bo'lishi mumkinki, masalan, biz kichkina tizim ishlab chiqyapmiz, kichkina sxema ishlab chiqyapmiz va u sxemaga 10 megabayt ma'lumotni qayta ishlash murakkab. Demak, mana shu sxema uchun, mana shu sxemadagi bajariladigan ishlar uchun big datani, shu ma'lumotni 10 megabayt ma'lumotni biz big data deb aytishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Misol uchun bundan bir necha yillar oldin, hozir yaxshi bo'lib qolgan, boyagi abituriyentlarning test natijalarini aniqlash. Oldin masalan abituriyentlar bo'lishi mumkin 1,5 millionta bo'lishi mumkin. Yoki maksimal darajada shu vaqtgacha bo'lganlar 1,5 million. Lekin ularning test natijalari aytarli juda katta ma'lumot emas. Lekin ularga boyagi testning natijasini aniqlash uchun bundan 1-2 yil, 3 yil oldin bir kunlab vaqt ketgan. Demak, u juda katta ma'lumot bo'lmagan. Hajmi katta bo'lmagan. Lekin biz mana shu holat uchun, mana shu vaziyat uchun o'sha ma'lumotlarni biz big data deb atashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun demak, bugungi kunda big datani qayta ishlash texnologiyalarini nima deb aytishimiz mumkin? Qanaqa texnologiyalar bor? Albatta, birinchi ko'zga tashlanadigan yondashuv bu tizimimizni kuchaytirish. Tizimda, ya'ni agar yagona hisoblash mashinasi bo'ladigan bo'lsa, yagona hisoblash mashinasining xarakteristikasini, xotira kuchini yoki prosessor kuchini kuchaytirishimiz mumkin. Lekin bu baribir nima desak bo'ladi? Chegaralangan. Misol uchun, bu hayotdagi eng tez yorug'lik tezligidan yuqori tezlik yo'q deb aytamiz. Agar yagona hisoblash mashinasi bo'ladigan bo'lsa, unda qayta ishlashimiz maksimal yorug'lik tezligi bilan chegaralanib qoladi. Yoki bo'lmasa, bu tezkor ishlash yana nimaga bog'liq? Demak, prosessorlardagi sxemalarning bir-biriga qanchalik yaqin joylashishiga bog'liq. Biz ularni maksimal darajada yaqin joylashtira olmaymiz. Ya'ni bitta joyga olib kelib qo'ya olmaymiz barcha sxemalarni. Demak, shuning uchun ham demak, yagona hisoblash mashinasini qancha ham rivojlantirsak ham, demak, katta ma'lumotlarni qayta ishlashga ojizlik qiladi. Shuning uchun eng yaxshi texnologiyalardan bittasi bu taqsimlangan hisoblash texnologiyalari deyishimiz mumkin. Ya'ni katta ma'lumotlarni taqsimlangan holatda boshqarish. Bu vaziyatni, demak, bu holatni bir ibora bilan aytishimiz mumkin. Ya'ni bir eshitganman, bir olimning fikrida, har qanday qiyin masalani agar taqsimlay olsang, bu oddiy masalaga, sodda masalaga aylanadi. Demak, bizda ham katta ma'lumotlarimizni agar taqsimlay oladigan bo'lsak, bu katta ma'lumotlarimizdagi murakkabliklarni yechgan bo'lamiz. Shuning uchun ham demak, eng yaxshi texnologiya big datani qayta ishlashda bu taqsimlangan hisoblash texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Demak, yuqorida ham aytib o'tdim, kafedramizda ham aynan shu mavzu bo'yicha bir qancha PhD ishlar amalga oshirilyapti. Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedrasida. Undan tashqari doktorantlarimizning mavzulari, magistrlarimizning mavzulari aynan shunga bag'ishlangan bir qancha ishlarni ko'rishimiz mumkin. Va bir qancha natijalarni ham olganmiz. Misol uchun, o'zimning tadqiqot ishimda men o'zim tadqiqot natijalarida dastavval 100 million satrga ega bo'lgan ma'lumotlarni ustida oddiy so'rovlarni amalga oshirib ko'rganman. Bu so'rovlarni amalga oshirganimda so'rov natijasini olishim uchun menga 107-110 sekund ketgan. Ya'ni 100 sekunddan ziyod vaqt ketgan. Endi aynan mana shu taqsimlangan texnologiyalardan foydalanish natijasida uni men demak 107 sekund ketayotgan ma'lumot so'rov 107 sekund ketayotgan bo'lsa, aynan tadqiqot natijalarimiz natijasida bu vaqtni 5 sekundgacha qisqartirganmiz. Bu juda nima desak bo'ladi? Katta natija deb aytishimiz mumkin. Bugungi kunda big data katta ma'lumotlar deyapmiz. Bunda oddiy foydalanuvchi, oddiy aholi, demak, informatika sohasiga ega bo'lmagan odamlar ham bilib bilmasdan o'zlari demak aynan shu big data jarayoniga aralashyapti. Ya'ni
qanday deyishimiz mumkin? Ya'ni shu katta ma'lumotlarning to'planishiga sababchilardan bo'lyapti. Buni biz aytishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar yuborish yoki bo'lmasa qanaqadir izohlar, kommentariyalar qoldirish yoki bo'lmasa boyagi YouTube kanallarida turli xil videolarni ko'rish yoki elektron pochtalardan foydalanish. Bu demak katta ma'lumotlarning yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Bir kundagi tweetlar soni biz tasavvur qila olmaymiz. U kichik oddiy foydalanishi uchun juda katta tushuncha, katta ma'lumot hisoblanib qoladi yoki bo'lmasa Telegram kanallardagi kommentariy ma'lumotlarni yuborish yoki ma'lumotlar ayirboshlash jarayonlari. Big Data'ni oddiy foydalanuvchilar shunchaki yig'ib berish jarayonida foydalanadi. Lekin bundan juda katta kompaniyalar demak o'zlarining iqtisodiy rejalarini tuzishda foydalanib kelishyapti. Misol uchun biz odatda elektron pochtadan foydalanamiz. Elektron pochtadan foydalanganimizda bepul xotira joyi bor yoki bo'lmasa mana Google Drive deymiz yoki Google Photo deymiz, o'zimizning rasmlarimizni qo'yamiz. Bu natijasida biz o'zimiz bilib bilmasdan shu kompaniyalarda katta ma'lumotlar to'planishiga, ya'ni o'zimizning qiziqishlarimiz haqidagi ma'lumotlarning to'planishiga sababchi bo'lamiz. Bu ma'lumotlar asosida bu kompaniyalar o'zlarining iqtisodiy rejalarini tuzishadi. Ya'ni foydalanuvchilarga nimani sotsak, qay holatda sotsak va qanchadan sotsak biz iqtisodiyotimiz o'sadi degan savolga javob topishadi. Demak, biz bemalol aytishimiz mumkin, Big Data bu rivojlanadigan, o'sadigan, doimiy bor bo'ladigan fan, chunki ma'lumotlarimiz bugun katta deyilayotgan ma'lumotlarimiz erta kichkina bo'ladigan bo'lsa, undan ham katta ma'lumotlar hosil bo'ladi va ularning ustida ham demak olimlar hamma tadqiqot o'tkazish kerak bo'ladi. Tahlillar o'tkazish kerak bo'ladi. Shuning uchun men barcha mutaxassislarga, barcha soha egalariga aytgan bo'lardimki, Big Data'dan foydalanish kerak. Ya'ni katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kerak va bu barcha sohalarda aniq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.